Bu seyf detskiy seyf emas, ya'ni bolalar pul to'plash uchun seyf emas, balki kattalar ham o'zini pullarini saqlab tursa bo'ladi. Xohlasa parol, xohlasa kalit orqali ishlatsa bo'ladi. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda doimgidek qiziqarli va arzon buyumlarni obzor qilishga davom etamiz va bugungi obzorimizda shunaqa metallitskiy g'irt temir bo'lgan, ya'ni bu ishga plastmassa yoki nimadir emas, haqiqiy temir bo'lgan, devorga ham qatirsiz bo'ladigan maxsus joylari va maxsus narsalari bilan chiqadigan seyf obzor qilamiz. Narxlarini barcha-barchasini albatta video davomida aytib o'taman do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, bu mana shunaqa korobkada keladi. Mana orqasida turibdi korobkasi va mana shunaqa ichidan kitobchasi chiqadi. Bu kitob ichida qanaqa qilib bu seyfni ishlatsa bo'ladi, nima qilish kerak, qanaqa qilib devorga qatiradi, hammasi va kodlari ham yozib o'tilgan. Xo'p, seyfimiz ko'rinishi mana shunaqa. Buni uzunligini aytadigan bo'lsak, taxminan bir qarishdan uzunroq, balandligi bo'lsa bir qarishga ozgina yaqinroq va bu g'irt temir. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi do'stlar? Buni o'zini parollari bor, ya'ni 3 xonali parol xohlasangiz mana bu joyda kalit qiladigan joyi bor. Bu o'zining ichida maxsus kalit chiqadi, mana shu kalit orqali. Xo'p, buni hozir misol parolni terasiz. Ko'rishingiz mumkin. Xato beryapti, chunki biz hozir parolni noto'g'ri terdik do'stlar. Agar siz to'g'ri teradigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin, ochildi. Ovozini eshitdinglar, buni o'zini alohida hozir boshqatdan eshitiraman sizlarga mana. Ko'rishingiz mumkin, xuddi haqiqiy seyflardagi ovoz chiqaradi, ya'ni haqiqiy terilgandan keyin chiqayotgan bir o'zidan chiroyli ovoz chiqaradi. Xo'p, mikrofonimizni joylab olamiz. Mikrofonimizni joylab oldik. Xo'p. Bu hozir yana qutanib qoldi. 1 5 Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, seyfimiz mana shunaqa holatda. Yoritgichni bu yoqqa tushirib olamiz. Menimcha sal bo'lsa ham yorug' bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, seyfimiz holati mana shunaqa holatda. Ichida mana shunaqa ko'rishingiz mumkin, devorga o'rnatishib bo'lgan maxsus narsalar chiqadi. Bu narsalari orqasida teshigi bor. Mana sizga ko'rsataman. Bu seyfning og'irligi ham ancha og'ir do'stlar. Ya'ni mana bilmayman, taxminan bir 3 kilocha chiqsa kerak. Shu kichkina narsa bo'lgani bilan, ayniqsa mana bu joyi juda ham qalin ekan, ya'ni juda ham og'ir joyi mashet ekan. Xo'p, ichidan mana shunaqa kalit chiqadi. Enchamdek qilsagan bo'larsa kerak mana. Seyf ko'ryapsizlar, bu qanday ishlaydi? Buni o'zini ichida katta zavodskoy batareyasi chiqadi. Bu batareyani ko'chadan sotib olsangiz ham bo'ladi. Oddiy soatli batareyasi adashmasam, shundan 4 ta tushadi. Menda shuni olganimda mana ichidan 4 ta batareyasi chiqdi, ya'ni o'zining komplektatsiyasi chiqargan. Mana shunaqa batareykalar chiqargan. Bu batareykalar unchalik zo'r sifatli emas ekan, lekin chiqargan ichida. Va buni nimalar ushlab turibdi do'stlar? Xo'p, tushirib olganimizdan keyin mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, xuddi uyimizda eshigi bo'ladi bilsanglar, domda yashaydigan odamlar biladi. Ana shu joylarda eshikda mana shunaqa katta yoki umuman yer uyda ham darvozalarda bor bu narsa. Menimcha ba'zi darvozalarda shunaqa katta temirlar bu eshikni ochmasligini ta'minlab beradi. Ya'ni siz buni quplaganingizda ko'rishingiz mumkin, ikkita katta qulflari, ya'ni shu temirlar chiqib bu narsani ushlab turadi. Va endi buni orqaga qaytarib ochaman desa, ochilmaydi, chunki parolni terish kerak yoki kalit terish kerak. Parolni teradi. Endi buni ezadigan bo'lsa, bemalol ochsa bo'ladi. Xo'p, ichida mana shunaqa qanaqadir material chiqargan va menimcha boshqa narsasi bo'lib chiqmaydi. Yana orqasiga javob qaytarasiz, yopib qo'yasiz. Xo'p, endi buni orqasida mana shunaqa qaytaradigan joylari bor. Bu nimaga? Bu mana bu narsalar orqali devorga qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Devorlarga juda ham chiroyli turib qo'yadi va ko'rinishi ancha chiroyli narsa ekan. Endi buni kalit bilan ochaman degan bo'lsanglar, bunaqa seyflarda misol uchun do'konda har xili bor, 100 xil bo'lsa, 100 xilni ham 100 xil kaliti bilan bo'ladi. Ya'ni har bitta seyfning kaliti alohida bo'ladi. Bu seyf aynan mana shu turdagi seyflar. Misol uchun men hozir do'konga bordim kecha, borganimda bu seyfdan 10 ta turuvdi misol uchun. Va 10 tasi hammasi bir xil, lekin kaliti bir xil emas. Ya'ni bu joyda mana ko'rishingiz mumkin, o'zini 621 degan raqam bor. Bu joyga ham 621 deb yozib qo'ygan. Faqat shunaqasigina tushadi. Ya'ni boshqa seyfga tushmaydi. Mana ochgandan keyin burayda ochib ketaveradi. Yana shuni qulflaydi, bo'ldi. Ketaveradi. Qulf. Bemalol pullarni saqlasa bo'ladi, og'irligi ham ancha yaxshi. Xo'p do'stlar, bu seyfning narxlarini albatta opsiyadagi kommentariyada shuni yozib qoldirib qo'ygan bo'laman, chunki buni o'zining kodlari bor. Shu kodlar orqali men tekshirib sizlarga 100% yozib qo'ygan bo'laman. Prosta kommentariyada shuni tushsanglar, men birinchiga qo'yib qo'ygan bo'laman.